Selam dostlarım, matullarım. Salam dostlar, sizning bilan qavatdan men Ilnaz ham Rinat. Kelajak yangi yillar bilan sizni. Biz o'zimizning eng shaf hit paradni boshlaymiz. Endi bu bizning dostlar, bu yilning eng so'nggi hit paradi 2019-yilning so'nggi hit paradi bo'lacak. Shunga ko'ra o'zingizning qarorlaringizni, o'zingizning layklaringizni, kommentariyallaringizni, repostlaringizni jallamagiz. Dostlar, bizning endi haligi qishki so'nggi hit paradda kimlargina qatnashmadi. Ular orasida Firdus Chamayev, Elvin Grey, Salovat Tadqiqotdinov, Go'zal Urazov, Rishad Tuhfatulin ham boshqa bek ko'p yoshlar endi ularning to'liq ismlagan mana bunda ko'ra olasiz. O'zingiz ko'rasiz, bu ismlikda big hypovoy artistlar bor. Hozir men sizga qisqagina statistika aytib ketaman. Bu bizning bu postni 491 topqir repost yasadilar. 126 kommentariy ham 2000 ga ortiq like. Barlığı 186 ming kishi qaradi bu postni. Dostlar, endi bizning ishlikni bilir vaqt jetdi. Ham endi bizning 3-o'rinda Boshqirdiston yigiti, Boshqirdiston yulduzi Anvar Nurg'aliyev oq rozalar jiri bilan. Endi bizning oq qorlar yo'q, shunga ko'ra oq rozalar var. Oq rozalar, sof hislar, qizillari muhabbat bulganing uchun yonimda. Shashka gülüm, ming rahmat. Ikkinchi o'rinni bizning ikki artist bo'lishdi. Rifat Zaripov 2 minutgina ham Elvin Grey o'ylamada jiri bilan. O'ylayman, hamanda o'ylab to'ymayman. Sular sulashqa saymayman. Kunlarim tinim o'ylayman. 2 minutgina qolib tur o'shaqda. 2 minutgina yaratib o'shaqla. 2 minutgina ingi baqatli mizgil. 2 minutgina tikmer g'amir tugel. Dostlar, endi bizning bu kishlik kurashda jenguvchi bo'lib Tataristonning ot qozongan artisti Firdus Chamayev yolg'iz turna jiri bilan Qutlaymiz. Yolg'iz turna. Dayanam, bozda suda qolam. Ni halibim mikan, ni şekutim mikan, turmush bulgunlarim. Bunun bilan bizning 2019-yil hit paradi tamam. Şulayıq bizim bilan bo'ling'iz, şulayıq tovushlar berigiz. Biz sizni bikni yaratamiz. Sizga bek zo'r rahmat. Barig'izda yaqinlashib kelishi yangi yillar bilan 2020-yillar bilan yangi yil sizga yangi baxtlar, yangi shodliklar olib kelsin. Ham endi dunyolar tinch bo'lsin. Yaqinlashib kelishi bayramlar bilan Ko'rishamiz ikkinchi yilga. Paka.